Assalomu alaykum aziz YouTube kanalimiz obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizda beton kesadigan apparatlarimizdan mavjud. Hozir shu apparatlarimizda sizlarga kattasidan boshlab kichkinasigacha obzorini qilib, tanishtirib, tushuntirib o'tamiz akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Kattasi 4000 watt quvvatga ega, 4 kilovat quvvatga, motor quvvatga ega bo'ladi. 600 оборотga ega bo'ladi. 220 tukka ishlaydigan bo'ladi akalar. Kimga shunaqa beton kesadigan, teshadigan apparatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, kesalaring arzon narxlarda qilib beramiz. O'chirib yoqadigan knopkalari mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomondan xohlagan razmerlaringga mana tushirib yoki-da ko'tarib ishlatsalaring bo'laveradi. Devor teshishga mo'ljallanib ishlatilsa ham bo'laveradi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu rezvalarini devorga qatirib olib turib, buni narigi tomonga burasizlar. Bu tomonini bemalol devorlarda ham, betonlarda ham xohlasalaring mana bunaqa turgan betonlarda ham tessalaring bo'laveradi. Kichkinasi bo'lsa 3000 watt quvvatga ega, 3 kilovat quvvatga ega bo'ladi. Bu ham 220 tukka ishlaydigan bo'ladi. 800 оборотga ega bo'ladi. Buni ham o'chirib yoqadigan knopkalari bo'ladi. Kimga kattasidan yoki kichkinasidan kerak bo'ladigan bo'lsa, kesalaring arzon narxlarda qilib beramiz. Mana bu narsasi bo'lsa, bu changni tormasligi uchun suvlab qo'ysalaring, avtomatik o'zi suvni tortib, kesadiganda o'zi suvdan foydalanib, changitmasdan qizitmasdan ishlatadigan narsasi bo'ladi. Shunga suvlab qo'ysalaring, ochib yoqadigan mana o'zini datchiklari bo'ladi. Buni ichiga qo'shib beramiz. Keyin o'zini ключlari, garantiya qog'ozlariga garantiyalarini yozib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. 3 dona ключi, garantiya qog'ozlari bilan beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kelib xarid qilsalaring bo'laveradi. Buni uchidagi almazlaridan ham mavjud. Sotuvda almazlarigacha qo'shib sotib beraveramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzil Qo'qon Navoiy massiv, Malina svetoforini yonginasida joylashgan qurilish texnikalari do'koni bo'ladi. Bundan tashqari bizda tarsovka apparatlarimizdan ham yetib kelgan lentali tarsovka apparatimiz, uzaytirib, kaltalatib, xohlagan razmerlaringga qo'yib ishlatsalaring bo'laveradi. Tarsovka apparatlarimizda oddiy ko'rinishlaridan ham mavjud. Kimga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, kesalaring arzon narxlarda qilib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni unutmang. Shunaqa beton teshadigan tarsovka apparatiga qiziqib yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yishni unutmanglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.